Tang'ich $650 bilan mana shu Matizimiz halollansa savdoga berilyapti. Akalar, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'shingizdan chiqmasin. Yil 2014 akalar, mashina holati juda ham yaxshi ekan. Farlar ko'rib turgan bo'lsangiz, 4 yumshoq balon taqilgan akalar, ko'rib turgan bo'lsangiz mana. Xo'p, glansviy stoykalar bor, vitraviklar bor. Mashinamiz faqat birinchi paysi akalar. Apshipkalari yaxshi holatda mana. Yaxshi chexoli taqilgan, o'zini ham bunaqa puliklari tapetgan yaxshi chexoli, pishalkalari bor ekan. O'zini ham bunaqa rullari 249 km, 248 km yurgan ekan. Mashinamiz ham bunaqa barlari bor, test monitorlari bor. Xullas, tayyor holatda, tomlari ham polniy qoraytirilgan ekan akalar. Mashina holati bomba. Endi qarang akalar, tayyorini misol uchun $500 bilan bundan oddiy variantini olsangiz bo'ladi-da, Matizda. Bunaqa qilishingiz uchun kamida $200-300 plyus ketib qoladi usta haqqilari bilan. Bundan ko'ra mana $650 bering, tayyorini oling. Oliy to'lovi ham pashti o'sha summadan chiqadi akalar. Orqasida eng g'alamlisi yaqinda Sirdaryodan o'zlari yangi, bu emas, yangi gaz ballon qo'yib kelgan ekan. 2025 bo'lsa kerak yili ham akalar. Xullas mashina zo'r holatda, boshiga $650 berasiz, $200 dan 24 oyga qilib berishga berishyapti akalar. Xullas tegaragan nomerlarni qoldirdim, aloqaga chiqinglar. Mana shunaqa yaxshi Matiz qidirgan o'rtoqlarga bu videoni jo'natib qo'yishingizdan chiqmasa akalar, joningiz sog' bo'lsin, o'zingizlar qidat qilasizlar.